MMA bozor Farg'ona O'zbekiston Bahromjon odatdagidek Bakr Veshnidan ajoyib tanishtiruv. Bahromjon Ro'ziyevni burchagida o'sha Feruz Usmonov hamda Mirafzal Ahtamovlarni ham ko'rib turibmiz. Bilasiz, Mirafzal Ahtamov PFLda o'z janglarini o'tkazadi va u hozirgi kunda menejerlik faoliyatini ham boshlab yuborgan. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Aytib o'tganimdek, o'sha 64 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tmoqda ushbu qarama-qarshilik. Albatta qiziqarli jang bo'ladi. Bir tomonda Conor McGregorning do'sti, ikkinchi tomonda esa bizga begona bo'lmagan Farid Alibabazade. Farid Alibabazade Anvar Abdullayev bilan jang qilganda, aynan uning do'sti to'qnash kelishyapti. Hozircha o'sha tekshiruv ishlari amalga oshyapti. Zaif jihatlar o'rganilmoqda, tavakkal qilmoqchi emas har ikkisi. Low kick bilan boshladi Ro'ziyev. Takedownga darhol harakat qilyapti. Bo'y borasida anchagina ustunlik bor Abdul Fahadda. Aynan Bahrom Ro'ziyevning yagona mag'lubiyati ham o'sha submission orqali bo'lgan. Ya'ni takedownda shu sababdan hamyurtimiz o'zi stoykadagi janglarni afzal ko'radi. Mayza ligasida o'tkazgan edi ushbu jangni. Juda yaxshi harakat qilayotgan Bahromjon Ro'ziyev aynan o'sha uslubga tushib qolgan. Albatta bugun o'sha mag'lubiyatdan kerakli xulosa chiqarib olgan hamyurtimiz va umid qilamiz chiroyli g'alabasi bilan barchamizni xursand qiladi. Jigar qismiga yaxshi zarbalar yo'llayapti bu ish holatdan Bahromjon. O'sha klinch holati davom etyapti. Hali ham aylanib chiqib ketsa bo'ladigan vaziyat. Mana imkoniyat bo'ldi endi Bahromjon. Mana shunday tarzda. Menimcha aylanib chiqmasa ham yetarlicha talofat yetkazyapti raqibga. Mana shu holatda turgan bo'lsa. Mana bunday, mana shunday tarzda aylanib o'tish kerak. Baribir vaziyatni o'z tomoniga oltirish kerak Shohrux. Unday talofat baribir faollik Abdul Fahadga yozilaveradi. Chunki pozitsiya nuqtai nazardan u qulayroq. Endi esa Ro'ziyev yanglishmasam mana bunday nazorat uchun anchadan buyon ballar berilmay qo'ygan. Jang parterga ko'chadimi? Yo'q. Hozircha bermayapti Abdul Fahad. Albatta bo'sh kunlardan ehtiyot bo'lish kerak. Gilotinlardan hozir takedownga Bahromjon harakat qilyapti va bir oyoq deyarli yerda. Bu holatda zarbadan ehtiyot bo'lish kerak albatta. Oyoqlarni ushlaganda yuz ochiq bo'ladi. Mana takedown amalga oshadimi? Oshdi. Oxiriga yetkaza oldi. Gap holati. Mana endi asta-sekin zarbalarni yo'llayversa bo'ladi. Nazoratni yaxshi amalga oshirgan holda tanaga, boshga hozircha yaxshi himoyalanyapti Ozarbayjon vakili. Qulflab olgan. Agar qo'lini chiqarib olsa, mount ko'chishga harakat qilmoqda, lekin qarang oyog'ining uzunligi qo'l kelyapti. Abdul Fahadga yaqin masofada hozir zarbalar yo'llanyapti. Ikkala jangchi ham harakat qilyapti zarba berishga. Bir qo'lini qulflab olishga harakat qilyapti Ro'ziyev, lekin bermayapti hozircha Abdul Fahad. Mana shunday tarzda kerak. Mana shunday zarbalar kerak. Bahromjon demak, aksivlik so'rayapti referi. Hozir stoykaga qaytaradi agar mana shunday davom etadigan bo'lsa.
bosh qismiga ham ko'raylik zarba. Hozir lekin to'g'risi juda stolga qaytaradigan holat bo'lmadi menimcha, chunki harakat qilayotgan. Albatta, nega bunday qarorga keldi referi? To'g'risi men tushunmadim. Zarbalar bor edi. Qizza zarbasi mana bu yerda yana bir harakat takedownga, lekin soniyalar kam. Iloji boricha kuchni tejash kerak bu yo'lga. Ha, kuchni teng taqsimlash lozim. Va shu pallada birinchi raund o'z poyoniga yetdi.